Bu Jaloliddin Ahmadaliyev. Menimcha taniysiz, men ham taniyman deb o'ylardim. Kunduzga bergan intervyusi podkastdan keyin ko'rib chiqqanimdan so'ng butunlay boshqatdan bu insonni tanidim. Shu podkastdan sizga bir parcha qo'yib beraman. Menimcha siz ham boshqatdan taniysiz. Agar tanimasangiz, bu podkastni boshidan oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. O'g'limni qattiq mazasi qochib qoldi. Infeksioniga minga qo'yib olib borib ichkariga kirib haliginga kirib turganini ko'rgan endi odamlar aytdi. Buni dorini tez olib keling dedi. Uyushkir ekanmi? Qaytib chiqib doriga chiqyapman, to'sib olib rasmiy tushirdik dedi. Ey, insonlar, men bolam olib keldim beka, hozir bas. Ozgina sal o'ziga kelib olsin, sal ko'nglim yorishsin, keyin chiqaylik, nima qilsalaring o'sha rasmiy tushirasizlarmi? Ashula aytib beraman agar. Men ham otaman deysizlar. This is shunaqa gap bo'ladi deydi, ya'ni kibrlanma, boshqa qilma deydi. Bu kibr, bu kibrmi bu? Nima deysiz endi? Biz ham hamma qatori odammiz-ku. Ha? Shuning uchun mana shunaqa noto'g'ri tushunchalarni olib tashlaylik. Kayfiyat har doim yaxshi bo'lavermaydi bizda ham. Nimadir bo'lishi mumkin. O'shanda ham baribir mana bunday qilib olishga majburmiz biz. Ha, to'g'ri. Shuning uchun aytmoqchimanki, kibr basma, mug'ombiramas. Aslida-chi odamlar shundayda, qaranglar. Bu dunyoga aslida siz ham, men ham, boshqalar ham, bu inson ham birinchi marta kelyapti. Lekin ba'zi birlarimiz o'ylaymizda, 10-marta kelyapti, 11-marta kelyapti o'ylaymizda, yo'q. U ham birinchi marta kelyapti. U ham inson, kim uchundir ota, kim uchundir farzand, kim uchundir umr yo'ldosh. Unaqa qilib ko'ngilda ortish bo'lmaydi. Yoki qanaqa kibrlangan yo'q bu yerda. Nima deymiz endi? Har xil inson borda. Esdan chiqarmaylar, hamma birinchi marta keladi bu dunyoga. Yaqinlarga borib qo'ying. Yaqiningizga borib qo'ying.